Niyat qilganlarga shunaqangi uylar, shunaqangi remontlar nasib qilsin. Qadrdonlar, ko'rib turibsizlar, xonadon juda ham chiroyli chiqdi, juda ham remonti ham zo'r chiqdi. Xo'sh, mana masalan patologga oladigan bo'lsak, 1 kvadrati hamma yo'q ichida 135 ming so'mdan ekan. Devordagi travertin 1 kvadrati hamma yo'q ichida $10 ekan qadrdonlar. Bugungi videomizda esa ustakalarimizni mana xonadonga burchatka bosib berishdi va sokolga granit bosib berishdi. Agar shunaqangi xonadon hovliga burchatka, sokolga granit, mramor, kafel yopishtirib bermoqchi bo'lsalar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Hozir video syomkamiz Farg'ona viloyati, Farg'ona shahridan bo'lyapti. Xo'sh, burchatkamiz Sulton Fayz deyiladi. Ustakalarimiz o'zlari ishlab chiqaradi va ustanovka xizmatlari vodiy bo'yicha aloqaga chiqib olasizlar. Sulton Fayz metallograniti bilan 1 kvadratini sotilishi 62 ming so'm. Agarda ustanovka xizmati bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadratini o'sha rastvorga bosib berishadi, kamazam yursa ko'taraveradi. Bosib berish esa 45 ming so'm. Burchatkani 1 kvadratini bitishi qadrdonlar 107 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Agarda ustaxonalarga borsalar, Rishton tumaniga borsalar, 20-30 xil obrazetslar bor, har xil rangda, har xil fasonda xohlaganlaringni zakaz beraverasizlar. Sokolga keladigan bo'lsak, bunimiz o'sha metallogranit, mramor aralashtirib ustanovka qilib berishibdi. 1 santimetri agarda xuddi shunaqangi fasonda bo'ladigan bo'lsa, 1,5 ming so'm ekan. Agarda oddiyroq, tekisroq fasonda bo'ladigan bo'lsa, 1000 so'mdan chiroyli qilib, garantiyali qilib ustanovka qilib berishaveradi. Xizmatlar butun vodiy bo'yicha aloqaga chiqib olasizlar. Nima deydi? Pastdagi ustakalarimiz nomerlari bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib, yana ham to'liqroq ma'lumot olishlaring mumkin.